Nima bo'lgan menga ertalabdan kerak? Sizga nima bo'lgan ertalabdan? Achchiq qilasiz. Ya kelib sirasiz menga osmondan gapirasiz. Osmondan gapirayotganim yo'q, xodim sifatida do'stona gapiryapman. Bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Uring aka. Bo'ldi, boshlaylik. Do'st inoq bo'lib yashaylik, bo'ldi. Gapirmading, umuman gapirmayman. Bo'ldi. Bo'ldi, aka. Bo'pti, davay. Nima gap? Taqdirlashda tartibsizlik bo'ldi. Har bitta yosh toifaga Grand Prix berilmaydi. Bizga har xil takliflar berganlar bor. Xalqaro tanlovlarning tajribasidan o'rganishimiz kerak. O'zini o'quvchisi chalayotganda nafas ham olishmaydi. Tashkilot dardi ham qolgani yo'q O'zbekistondagi sharoitda. Tekin bo'lish degani bunda adolat buziladi. Har bitta bolaga e'tibor qaratish kerak. Jamoaning har bitta a'zosi tashkilotning kaliti bo'ladi. Mizodan kelganga yarasha ishlash kerak-ku, to'g'rimi? Jamoangizga havasim keladi. Mana shu jamoada ishlagim keladi. Ichi toza odam kerak. Keyingi tanlovimiz ikki turli bo'ladi. Sharq gavhari tanlovini ikkinchi mavsumini Buxoroda qilish planlashtiryapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli Art and Music Planet ijodiy loyihasi obunachilari. Barchangizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Assalomu alaykum. Podkast boshlaymiz. Demak, qo'yilgan so'rovnoma asosida berilgan takliflar, talablar, shikoyatlar deymizmi? Tanishib chiqamiz hozir. Mayli. Savol: New Stars Tashkent tanloviga umumiy baho bering. 1dan 5 gacha bo'lgan deyilganda javoblar 89% 5 bahoga loyiq ko'rilgan. 10dan 3% 4 baho, 5dan 9% 3 baho va 2dan 9% 1 baho. Bu natijani qanaqa baholaysiz? 89% mi? 89. 5. Yaxshi, rahmat. Juda xursandmiz. Aksariyat. Demak, 80% odam yuqori baholabdi. Yoqibdi, rahmat, xursandmiz. To'g'ri, lekin mana bir baho bilan endi 2 kishi belgilaganmi? 2dan 9. Ularni ham natija nimadir e'tiroz bor. U ham qiziq, balki suhbat davomida aytishar. Bu ham qiziq. Kimsiz degan savolimizga 62dan 7% o'qituvchi deb javob berishgan. 14dan 9% ota-onalar, 20dan 9% ishtirokchi, 1% shunchaki obunachi degan javob berishibdi. Obunachi demak kuzatib beradi. Ha. O'qituvchilar aksariyat. Rahmat kattakon. Demak, ota-onalar ham ko'p. Rahmat hammalari, demak, proyektimizga, loyihamizga e'tibor qaratishyapti. New Stars Tashkent xalqaro tanlovida siz uchun eng esda qolarlik bo'lgan voqea degan savolimizga o'quvchilarimizni xursand bo'lganligi, ajoyib ijrolar, Grand Prix olganimiz, o'quvchim ijrosi, birinchi o'rinni olganim va tashkil etilganlarga, etganlarga katta rahmat. Birinchi o'rin bilan butun institutdagi ustozlar meni tabriklashdi. Va zo'r tashkil qilingan, Royal ham yaxshi holatda. Qizim Aminova Madina Bonu ham shu yo'nalishda qatnashdi. Tanlovda haqqoniylik, tartib, eng esda qolgani o'quvchim tasviriy san'at yo'nalishida Grand Prix oldi. Taqdimot vaqti karaoke, jюrini tinglash vaqti, ularga alohida rahmat. Har bir bolani hurmat bilan oxirigacha tingladilar degan iliq fikrlar bo'libdi hammasi. Institutda demak, talabalarimizni jalb qildik. O'quvchilar uchun bu katta motivatsiya. Buni eshitish bizga ham xursandchilik, chunki yoshlarimizni shunaqa nima deydi, ruhlantirganimizdan xursandmiz. Juda ham yaxshi. Rahmat. Iliq fikrlarni davom ettiramiz. Atmosfera va tashkilot. Atmosfera zo'r, haqqoniy, tartib intizom, albatta o'tkazilgan manzil va u yerning sharoiti, tanlov ko'tarinki kayfiyatda bo'lganligi, do'stlar orttirganimiz. Shahrisabz yulduzlari tanlovida 3 ta o'quvchi olib borganman. Grand Prix, birinchi o'rin, 3-chi o'rin sohibi bo'lishgan va intervyu olishgan. Juda xursand bo'lganmiz. O'sha paytda ham hali esda ekan. Birinchi offline tanlovimiz. 2 yil bo'ldi bunga. Qaqraz may oyida 2 yil bo'ladi. Yaxshi tanlov bo'lganda, kamchilik ham o'ziga yarasha bo'lgan. Demak,
buni 3-yilligida xudo xohlasa o'tkazish kerak yana Shahrisabzda. Nasib xudo xohlasa. Do'stlar orttirganimiz degan joy yo'qdi menga. O'quvchilarni raqobat nima deydi? Nafaqat raqobat, bu yerda o'sha do'st orttirishi, fikr almashishi juda ham katta rol o'ynaydi. O'quvchilarning o'sishida, rivojlanishida. Ya'ni do'stona muhit bo'lgani yaxshi. O'zim ham pianino sohasida yoshligimda o'qiganim uchun ko'p tanlovlarga borganmiz. U payt san'at g'unchalari, kamalak yulduzlari degan tanlovlar bor edi. Hozir afsuski yo'q bo'lib ketgan. Anchadan beri eshitmayapman, lekin men maktab payti mana shunaqa tanlovlar bo'lardi. Va biz ham xuddi shunaqa dugona bo'lib ketaverardik. Ayniqsa yosh bolalar raqobat nimaligini bilishmaydi, chunki ular raqib degan narsani bilishmaydi. Biz birdaniga dugona bo'lib ketardik, do'st bo'lib ketardik, birga ovqatlanardik to nagrajdeniyya boshlanguncha va biz o'sha o'tirib eshitganda o'sha qolgan ishtirokchilarni kimni asari yoqib qolsa, ustozimiz turtardilar. Bor ana shu qizdan borib asarini so'ra. Buni uyat joyi yo'q. Fikr almashish, o'sha malaka almashish, qaysidir asar yoqib qolsa, biz bemalol ustozimiz bilan borib, mana shu asaringizni kopiya qilib olsak maylimi deb, o'zimizga yoqqan asarni borib kopiya qilib olardik yoki ular bizdan so'rardi, siz nima asar chaldingiz, sizni ham bering va biza nafaqat o'rin, biza ko'p notalar bilan, yangi asarlar bilan, chunki mana maktabda qanaqadir o'zini ish rejasi asosida o'rgatilsa, biza boshqa maktablardan yangi asarlar, yangi g'oyalar, eshitmagan, quloqqa yoqimli, eshitilmagan yangilik asarlar bilan qaytardik. Bu ustozimizga ham foyda edi. Bizaga ham o'sha mana shu asar yoqdi, keyingi safar shuni manchalay degan nima bo'lardi. Eng muhimi o'sha do'stlash degansiga esimga tushib. O'sha bolalarning ichida hech qanaqa g'arazligi, ular nechinchi o'rin olish qiziq emas, dugona bo'lib ketaveradi. O'zim ham mana shu tanlovlarda o'sha boshlovchi tashkiliy ishlar bilan yurganda ko'p kuzatganman. Boshqa viloyat bo'lsa ham birga qo'l ushlashib, bu fitlarda yurib ketganini o'zim ko'p guvohi bo'lganman. Bu xursand qiladi albatta, esda qolarli bo'ladi. Katta bo'lib ketganda ham xudo xohlasa qanaqadir katta tanlovlarda ko'rishsa ham, "Voy, esingdami, shaqa borgan edik, shunaqa sinfda" deb eslashadi. Xo'p, davom etamiz. Karaoke va taqdirlash. Karaoke taqdirlash marosimi, sovg'a berilgan vaqt degan javoblarni berishgan. Esda qolarli bo'lgan voqealarga. Ha. Karaoke zo'r idea bo'lgan. Mana shu joyga Bahrom akani taniysizlar. Instagramini qo'yib qo'yish kerak. Chunki o'sha odam katta yordam berdi. Bahrom aka. Bahrom DJ'miz. Ha, DJ. Juda ham aktiv, juda ham samimiy odam, to'g'risi. Endi mana to'g'ri maktab juda ham sharoitini ko'rganmiz. Hamma sharoitlari bor. Shunga yarasha tartib intizomlari bor. Bizani masalan nagrajeniyamiz keyingi kunda bo'lmasligini ham sababi tartib intizom, o'sha dars vaqti boshlanishi va hokazo. O'shaning uchun biz qo'ldan kelgancha kayfiyatni tushirolmasdan, lekin o'sha Bahrom akani xarakterlari, qo'llab-quvvatlashlari, mana shu karaoke ideyasi ham hurmatli ishtirokchilar, Bahrom akani anavlari bor. Xizmatlari juda ham katta. Karaoke shundan boshlangan. Bizaga bu narsa juda ham yoqqan va keyingi tanlovlarda ham xudo xohlasa bundan keyin ham yana ham karaoke bizani bitta fishkamizga aylanib qoldi desak adashmaymiz, xudo xohlasa. Zo'r. Menga ham men karaokega salgina begonaroqman. Sizlarga qanaqa? Zo'r. Keling, sangachi. Zo'r. Ma'qul. Shunaqa. Karaoke variant. Atmosfera dahshat.
Savollarni davom ettiramiz. Tanlovda sizga eng yoqqan jihat nimasi bo'ldi degan savollarimizga ishtirokchilarning eng ko'p yozgan javobi bu haqqoniylik va shaffoflik bo'libdi mana shu safar deb yozishgan. Demak, bu ishtirokchilarga, o'qituvchilarga yetib boryapti haqqoniyligi. Maqsadimiz shu. O'quvchi o'zini bilimi bilan, o'zini harakati bilan olsin, tamom. Bitta sekret aytaman. Bizga har xil takliflar berganlar bor. Menga yoki Xurshidga, administratorga. Unaqa takliflar bizga begona. Ayniqsa Grand Prixga. Qanaqa taklif? Taklifda endi moddiy. Shunday. Grand Prix qilib bersangiz. Shunaqa. Yo'q, o'quvchilar o'zi olsin. Har bitta bola o'zimiz ukalarimiz, singillarimiz, farzandlarimiz. Ularni bunaqa yo'l bilan sindirib bunaqa kerak emas. Bizga ortiqcha pul ham kerak emas. Shundoq ham u xususiy tanlov, shundoq ham bu proyekt xususiy. Shuning uchun hamma o'zini kuchi bilan olsin. Shu masala shu. Shunaqa. Davom etamiz. Yana ko'pchilik tanlovning tartibli va o'z vaqtida o'tganini ham alohida ta'kidlashibdi. Ijro vaqti aniq bo'ldi, hammasi o'z vaqtida bo'ldi, tartib bilan o'tdi deb yozishibdi. Ustoz Shuhrat Mahkamov adminlar va tashkilotchilarning muomala madaniyati ishtirokchilar uchun erkin va tartibli ijod muhiti yaratib berildi deb yozishibdi. Bu o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Bu sifat belgisi. O'quvchilarga eng maksimum sharoit yaratishimiz kerak. O'quvchilar kelib bemalol hayajonlarsiz imkon qadar yaxshi sharoitlarda bo'lish kerak. Shuning uchun ham biz qayerga borsak ham eng yaxshi maktabni olishga harakat qilamiz. O'quvchilar uchun bu hammasi. Sizningcha tanlovda qaysi joylarda kamchilik bo'ldi? Mana shu joy kerak bizga. Xo'p. Ko'pchilik ishtirokchilarimiz tanlovda kamchilik ko'rmaganini yozishgan. Ba'zi ishtirokchilar taqdirlash jarayoniga ham e'tibor qaratishgan. O'rinlarga bir xil sovrin berilishi to'g'ri emas. Taqdirlashda tartibsizlik bo'ldi. Taqdirlash jarayonida muammo bo'ldi deb yozishibdi. Xo'p, birinchi savolga javob bering. O'rinlarga bir xil sovrin berilishi to'g'ri emas. Bu yerda boshqa masala bor. Bu tanlov. Tanlovda maqsad sovg'a tarqatish emas. Sovg'a bu qo'shimcha xursandchilik ulashish. Shundoq ham birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin bilan o'quvchilarning darajasi ajratiladi. O'zlari mahoratiga ko'ra. Birinchi o'ringa boshqacha sovg'a, ikkinchi o'ringa boshqacha sovg'a qilish naborot o'quvchilarni ajratish bo'lib qoladi. Yana ham sinadi, masalan, uchinchi o'zi shundoq ham uchinchi o'rinni olgan va sovg'asi ham shunga yarasha bo'lib qolsa, yana ham sinadi, to'g'ri? Maqsad, tanlov maqsadi sovg'a tarqatish emas. Sovg'a qo'shimcha emotsiya berish, qo'shimcha xursandchilik ulashish. Grand Prix masalasi mayli, bu boshqa masala. Lekin birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga sovg'a bir xil bo'lgani yaxshi. O'quvchilarni hammasini bir xil ko'rishimiz kerak. Xo'p, taqdirlashda tartibsizlik bo'ldi. Va ikkinchi savol ham shunga o'xshagan, taqdirlash jarayonida muammo bo'ldi. Taqdirlash jarayoni haqida gaplashaylik. Bu bizani tashkilotchi sifatida va bizni zimmamizdagi mas'uliyat. Tartibsizlik bu endi joy kichikligi yana bir masala. O'sha kuni o'zida bo'lganini ham shunaqada. Oldin eslaysanmi, boshqa kunda o'tkazar edik. Boshqa zalda o'tkazardik. Boshqa kattaroq zalda o'tkazar edik. To'g'ri, odamlar bir kun kutardi, 2 kun kutardi, lekin taqdirlash boshqacha bo'lardi. Ya'ni gala konsert qilardik kattaroq qilib. Yana shu sistemaga qaytamiz. Instagramda faolroq bo'lish kerak. Hammani rasm va videoga olish kerak, yaxshi bo'lar edi. Umumiy videorolik bo'lsa ham yaxshi bo'lar edi degan takliflar bo'lgan. Instagramga Rostanoga aytib qo'yinglar. Xurshidga. Xurshid, yo. O'shani qo'lida-da u Instagram. To'g'ri deyapti. Instagramda faol bo'lish kerak. Hammani rasm va videoga olsa yaxshi bo'lardi. Buni o'tgan safar qildik-ku, lekin bu safar rasmni ola olmadik.
Xudo xolasa yangi tanlovimizda qilamiz. Esdalik uchun rasm juda ham kerak. To'g'ri. O'zimizga ham shu narsa kerak. Lekin har bitta ishtirokchini videosi bu ijro vaqtidagi video bo'ladigan bo'lsa, hammani videoga olinadi-ku. Ular keyin oxirida YouTube'ga joylashtiriladimi yoki? Yo'q. Qara, bu faqat hozircha isbot uchun qilingan. Ya'ni juri qayta ko'rib chiqish uchun, nimadir e'tiroz bo'lsa ko'rsatish uchun. Lekin buni biza keyinchalik eng yaxshi ijrolarni yoki Grand Prixlarni ijrosini yoki birinchi o'rinlarni, eng yaxshi ijrolarni xullas saralab, joylab bitta videoga qo'yishimiz kerak. YouTube'ga chiqarishimiz kerak. Bu esdalik bo'ladi o'quvchilar uchun ham. Yaxshi narsa bu. Xudo xolasa qilamiz buni. Davom etamiz. Yosh toifa bo'yicha rassomlarga alohida Grand Prix bo'lmagani e'tirozlarni ichida. Har bitta yosh toifaga Grand Prix berilmaydi. Bu eng yuqori mukofot. Umumiy beriladi. Har bitta yosh toifasidan chiqmaydi ham Grand Prixga. Hatto ayrim paytlari birinchi o'ringa ham tortmaydigan chiqadi. Lekin shunday bo'lsa ham o'quvchini qo'llab-quvvatlash uchun mayli birinchi o'rin beriladi. Lekin Grand Prix masalasi bu har bitta yosh toifasiga beriladigan narsa emas. Menimcha diplomlarni ramkaga solib bersangiz yaxshi bo'lardi. Yaxshi taklif. Buni keyingi tanlovda qilamiz. Chunki keyingi tanlovimiz ikki turli bo'ladi. Ana shu ikkinchi turga o'tgan o'quvchilarimizga hammasiga ramkada qilib beramiz. U bizga ish bo'ladi. Ishlaysiz. Og'ayni. Xo'p. Tanlov 16:00 larda tugadi. Taqdirlash 18:00 da taqdirlash bo'ladi deyishdi. Ungacha tik oyoqda qolib ketdik. Uzoq yo'ldan borganimiz, charchaganimiz uchun bu juda qiyin bo'ldi. Biror joyga aylanishga chiqaylik desak, qo'limizda og'ir instrumentlar bor edi. Kvartiraga borib kelishga esa vaqt kam edi. Xullas, shu vaqt ichida ozgina qiynaldik. Shu vaqt ichida biz ham qiynaldik. O'sha taqdirlash bilan tanlov bir kunda bo'lganiga 2 kunda bo'lganda xudo xolasa hammasi yengil bo'ladi. Baribir yana taqdirlash keyingi kunga qolgan. Baribir har taraflama o'shanga olib borilyapti. Bu tekin bo'lish kerak. Tamom. Tekin bo'lish degani tanlovning sifatiga, adolatiga, hamma tomoniga putur yetadi. Chunki biz xususiy tashkilotimiz, bizni hech kim moliyalashtirmaydi. Homiylar yo'q, deyarli emas, umuman yo'q. Homiylar surishtirganmiz, bunaqa auditoriya uchun, ya'ni kam auditoriya uchun homiylik qilish xohlamagan. Tekin degani har bitta bolaga e'tibor qaratish kerak. Sovg'a masalasi, juri masalasi, hammasi. Misol uchun mana qara. Arzon bo'lganda ham, arzon 50 ming, 60 ming, 100 ming, 200 ming bo'lganda ham bu sifatga ta'sir qiladi. Har bitta bolaga e'tibor qaratish, sovg'alarini, medallarini, yaxshi jurilarni topish uchun bu o'z-o'zidan xarajatga, moliyaviy tomoniga bog'liq. Tekin degan umuman xullas Toshkentning eng zo'r maktablaridan biri ham moliyaga borib taqaladi. Yashirish kerak emas, qanaqa qimmatligini, u har bitta zali uchun qancha to'lov, nima bo'layotganini. Bizga variant bor, misol uchun ko'rimsizroq, kichikroq maktabda o'tkazish. Arzonroq. Lekin o'quvchilarga zo'r sharoit qilish uchun yaxshi joyni tanlaymiz har doim. Qaysi viloyatga borsak, o'sha yerni eng yaxshi joyini qilamiz. Maksimum. Eng zo'r sharoit qilishga harakat qilamiz. O'sha joyni sharoitdan kelib chiqib, Toshkentda eng yaxshi maktab birinchi sonmi, demak, o'quvchilar shunga loyiq. Endi xodim sifatida mana o'tiramiz, zalda o'tiramiz, odamlarning ichida yurganimiz uchun qulog'imga ham chalinadi-da. Men shunchadan pul yig'ishadi. Berganim ham bu sovg'a, lekin gapirib o'rgim keladi. Jurichi, bizning hakamlar hay'ati a'zosi tekinga kelmaydi. Agar boshqa viloyatda qilsak, ularni kelish, ketish, uni necha kun bo'lsa gostitsasi, yeyish, ichishi va eng muhimi maktabini tekin berishadi deb o'ylashadi-da. Mana o'sha o'tkazilayotgan maktab. Biza taqdirlash marosimi uchun alohida zal olamiz, qiziqib bir surishtirib ko'rishsin, necha pul deydi. Yaxshi maktabni surishtirib ko'rishsin, bir kunda necha pul deydi. Bu baribir moliyaga borib taqaladi. Hozir tekin bo'lish kerak degan juda noto'g'ri savol. Bitta tanlov uchun
bitta tanlov uchun 250 nafar o'rtacha ishtirokchini to'lovi bitta tanlov o'zini o'zi qoplaydi. Ortmaydi. Hech narsa. Na xodimlarga, na boshqaga. Juri, misol uchun Namanganga 200 dan oshiq ishtirokchi bor edi. Biz hamma yo'nalishni o'sha Namanganni o'zidan olsak bo'lardi jurilarni. Bunda adolat buziladi. Xohlasak, xohlamasak, hamma joyda ham bor yaxshi mutaxassis, lekin neytral joydan, neytral deylik, jurini olib borsak, ularga farqi yo'q. Yaxshisini tanlab beradi. Qaysi viloyatdan borganda o'sha viloyatdan deylik, juri oladigan bo'lsak, baribir xohlaymizmi yo'qmi, biz bilmagan holatda o'zlariga yon bosish ehtimoli katta. Fortepiano, конечно, fortepiano yo'nalishi bo'yicha xalq cholg'ularidan, estradadan, hammasidan borish, kelish, gonorar hammasi jurilarni deylik Namanganda bir balo qilib, bir amallab, xullas, o'zini o'zi qoplagan. Televizorlar berilgan, har bitta o'quvchiga sovg'a berilgan. Sizlarga ham deyarli hech qanday pul bera olganimiz yo'q. To'g'rimi? Biz baxtlimiz. Siz baxtlimisiz? Tanlov jarayonida tomoshabinlar madaniyat saqlamadi. O'z o'quvchisi chiqishi tugagach, keyingi qatnashchilar namoyishini hurmat qilmay, noo'rin harakatlar ko'p bo'ldi. Menimcha, nazoratchilar yanada zal tartibini saqlashga e'tibor berib, chora o'ylashlari kerak. To'g'ri e'tiroz. Nazoratchilarni yana ham yo ko'paytirishimiz kerak yoki o'sha aytganingdek taqdirlash boshqa kun bo'lganda bizga imkon bo'ladi. Tanlovda kamchilik yo'q-da, lekin farzandim hech ham Grand Prix ola olmayapti deb kulgan smaylik bor ekan. Menimcha bu hazil tariqasida bo'lsa kerak. Harakat qilsin. Demak, Grand Prix ola olmayaptimi? Birinchi o'rin olyapti demak. Grand Prixga yaqin. Ishonamiz. Zo'r tayyorgarlik bilan kelsin, xudo xolasa. Xudo xohlasa. Men nihoyat Grand Prix oldim deb yozsinlar keyingi. Aha. Jo'rnavoz bilan ijro etish majburiy deyilgan. Majburiy emas, tavsiya bu. Tavsiya. Unaqa majburiyat yo'q. Navbatdagi savol: tashkilotchilarga qanday e'tirozingiz bor degan savolga aksariyat ishtirokchilar e'tirozim yo'q deb javob yozishibdi. Hech qanday e'tirozimiz yo'q, hammasi zo'r. Yo'q, e'tirozlar aslo yo'q. Ulardan minnatdorman degan fikrlar kelgan. Rahmat. Bu bizani ham xursand qiladi. Bu hammani yutug'i. Butun jamoaning yutug'i bu. Lekin e'tirozli fikrlar ham bor ekan. Birinchi o'ringa hech bo'lmasa kattaroq sovg'a berish kerak. Yana sovg'a masalasi. Menimcha o'sha qaytarilgan. Mukofot pulini oshirish kerak. Masalan, Grand Prix sohiblari 10 million, birinchi o'rin 5 milliondan ikkita va hokazo. Birinchi o'rinimiz 5 milliondan bo'lsa, mashinangizni sotamiz. Bir gap aytaman. Eng kamida badal to'lovi 1 million bo'lishi kerak. Uning uchun. Chunki menga bunaqa taklif birinchi o'ringa moliyaviy tomondan juda qiyinlashadi. Juda. 10 million Grand Prixga 10 million berishim uchun 1 million so'm kam badal to'lovdan. Tim bo'li yana birinchi o'rinlarga 5 million hamma sharoit ko'tarmaydi. Ijroat jarayonlarini tasvirga olayotgan telefonni quvvati o'chib qolganini sezishmadi ham. Shunaqami? O'chib qolganmidi telefon? Shu payt o'chib qolganini ko'rganingizdan sirazi bizga xabar bersangiz bo'lardi. To'g'risi, misol uchun o'chib qoldi. Endi biza 24 ga 7 telefonda bo'lmaydi ko'zimiz. Bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Hamma biladi. Biza qanaqa jarayonda yurishimizni, hali hakamning yonida, hali eshikning yonida, hali u yoq, hali bu yoq. Yana borib shu masalaga taqaladi. Taqdirlash marosimi bir kunda bo'lgandan keyin bizada ham katta mas'uliyat bo'ladi. 2 baravar nagruzka bo'ladi. Bizani ishlash tezligimiz 2 baravarga oshadi. Shu narsani ko'rgan ekansiz, bir og'iz kelib, Luboy xodimimizga hammamiz bejikimiz bor edi. Quvvat tugab qoldi deb aytganingizda shu masalani birdaniga hal qilgan bo'lardik. Keyingi safar quvvatini to'ldirib. Endi ish bor joyda kamchilik bor. Hechqisi yo'q. Hakamlar har doim bir xil. Chunki bizda sistemani yaxshi tushunadi.
ko'pchiliklari biz ularga qayta tushuntirishimiz shart emas va sinovdan o'tgan professional. Shuning uchun ayrim yo'nalishlarda shunaqa bir xil. Chunki ularga e'tiroz yo'q-da. Bizlar tomonidan hech qanaqa e'tiroz yo'q. Ishtirokchi tomonidan e'tiroz bo'lishi mumkin. Endi ishtirokchi ham o'qituvchi ham o'zini o'quvchisini boshqacha ko'radi baribir. Lekin tashkilotchi sifatida bizda hech qanaqa e'tiroz yo'q. Professional hammalari. Yana ba'zi ishtirokchilar zal va vaqt masalasida qiyinchilik bo'lganini aytishgan. Zalda joy yetishmadi. Uzoq kutib qoldik, taqdirlashgacha tik oyoqda qoldik degan fikrlarni bildirishibdi. Taqdirlashni o'sha oldin boshqa kunga qilardik. Bu bizga ham yaxshi edi. Chunki biz ham shoshib kuttirgandan ko'ra ertasiga qilganimiz yaxshi ekan. Bundan keyin shunaqa qilamiz. Nima deysan shunga san o'zing? Chunki san ham shuni ichida yuribsan. Men ko'rmagan kamchilik bo'lishi mumkin. Sizlar ko'proq yurasizlar. Qanaqa? Menga qolsa, taqdirlash ertasi kuni xodim sifatida aytaman, charchaymiz. Misol uchun, xodim sifatida ulgurmaymiz, harakat qilamiz, lekin baribir charchoq bo'ladi. Boshlovchi sifatida misol uchun kiyim almashtirish yoki sal svejiy bo'lib olish masalasi bor. Bizda ham birday orqada sovg'a taxlash bilan, diplom taxlash bilan u orqada bo'layotgan narsani qiy-chuvini ayniqsa ishtirokchilar to'polon qilishni boshlashadi-ku. Bu san qachon bo'ladi? Biz qolib ketdik. Ichkarida shundoq ham ish qizg'in va ishtirokchilarni shoshiltirayotgani bizani yana ham vahimaga soladi. Biz ortiqcha tayyorlana olmaymiz boshlovchi sifatida. Nimadan keyin nima? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, anchadan beri biz gala konsert ham qilmay qo'ydik. Shuni oqibatida hozir gala konsert qilsak, yana ham ishtirokchilar tik oyoqda hozir yozishganida tik oyoqda qolib ketishadi, tezroq bo'lsin, ketishimiz kerak. Lekin shu taklifni sizga boshida aytganimda, siz aytgan edingiz, haqiqatan ham ishtirokchilarning o'zlari biz uzoq viloyatdan kelamiz. Har kuni gостиница muammo, har kuni o'quvchilarning yeyish ichishi muammo va boshqa bir kunda o'tkazib yuboring, biz olamiz u ketamiz yoki taksi kutib turibdi. Bizani orqamizdan diplomlarni jo'natib yuborasizmi? Mana shunaqa takliflar bo'lgani uchun, o'zlari iltimos qilishgani uchun bizaga naborot ertasi kuni bo'lgani qulay. Lekin o'sha ishtirokchilarning iltimosiga binoan biza o'sha kunni o'zida nagrajeniya qildik, lekin biza uchun bu to'g'risini aytaman, xodim sifatida katta nagruzka bu. Biz harakat qilamiz. U yoqqa chiqib boshlovchilik, bu yoqqa chiqib sovg'a taxlash, ayniqsa mana ishchi xodimimiz Asilbek miyasi otilgudek bo'lib, lekin rahmat, mana shunaqa bo'lsa ham harakat qiladi, hech kim qolib ketmasligiga. O'zingizning xabaringiz bor. Jurilar o'rin qo'yganidan keyin, to есть eshitib bo'lganidan keyin muhokamaga kirib ham ancha o'ylashadi. Esidan chiqib ketib qolganini biz o'sha tanlovni videoga olganmiz boshidan oxirigacha. Esidan chiqib ketib qolganlarini bu o'sha o'tkazib ko'rib, eshitib, mulohaza qilib, o'rin berib, ungacha o'sha kompyuter xodimimiz kutib o'tiradi. Qanday nechinchi o'rinni beradi, nima deb yozishim kerak. Orqada qanaqa katta to'polon bo'lishini biz o'zimiz o'zaro ham bir-birimizni urushgan, janjal bo'lgan, tez bo'lmaysanmi, bu tayyor emas, mana shunaqa. O'rtada 5 minut ham dam olmasdan nagrajeniyaga bu qiz bola sifatida ham, xodim sifatida ham, bu faqat menga emas nagruzka, bu hammaga. Bizaga qolsa, ertasi kuni bo'lgani, boshqacha forma kiyishga ulguramiz, charchoqlar chiqqan bo'ladi, uxlab dam olgan bo'lamiz va sovg'alar ham tayyor bo'ladi. Hovli qilib qolmaymiz. Hamma svejiy uxlab, dam olib, o'shanda boshqa zalda qilganimizda ham mana bunaqa tik oyoqda qoldik degan e'tirozlar bo'lmaydi. Lekin baribir shunda ham e'tiroz bo'ladiki, o'sha kunni qilinglar, biz ketamiz degan. Lekin tarozini qo'ysangiz, nagrajeniya baribir gala konsertlar bilan juda chiroyli edi. Videolar ham chiroyli chiqardi. Ishtirokchilar ham mana, ayniqsa ishtirokchilar o'zini eshitadi-da chiqib ketadi, bilasizmi? Oxirigacha o'zini raqobatdoshini eshitmaydi-da. O'zini ijrosini qiladi, chiqib ketadi. Nagrajeniya qachon deb so'rashadi bizdan. Paloncha vaqtda desa bo'ldi, o'shangacha chiqib ketishadi, aylanishadi, Toshkent aylanishadi, boshqa.
Lekin Grand Prix olgan ishtirokchi mana o'rtada misol uchun 50-chi, 60-chi nomerda bo'ladi. Eshitishmaydida. Keyin e'tiroz paydo bo'ladi. Nimaga men 2ni oldim yoki nimaga men 3-o'rinni oldim? Vaholanki o'tirib eshitganda oxirigacha biladi raqobatdoshini o'zi uchun voy mana bu zo'r aytdi, mana bu zo'r o'ynadi deb. Keyin mana Grand Prixni olganda bizni baribir gala konsert qilsak, odamlar ham tushunishadi-da. Men demak, nima uchun olganini tushunishadi. Gala konsert degan narsa yaxshi bo'lardi. Charchadim. Oxir qiling mana shu narsani. Men o'zim moralni izlaman, chunki ichkaridagi shovqin, qilish kerak bo'lgan ishlarni ko'p yordam bera olmayman, lekin baribir bu tomonniki ishtirokchilarni vahimasi tezlashtiringlar deyishi, bu tomonda ishni bunaqa ketayotgani meni ham ko'p o'ylantiradi. Ayniqsa o'sha paytda menda ham bosim bo'ladi. Baribir ertasiga qilganimiz yaxshi. To'g'ri. Ishtirokchilardan ham iltimos qilamiz. Yaxshi emasmi? Keyingi kunga nagrajeniya bo'lsa, gala konsertlar bo'ladi. Eshitmagan nomeringizni eshitasiz va o'sha bir kun mobaynida o'quvchilaringiz maza qilib dam olgan bo'ladi. Mayli o'sha kech payt Toshkent City qaysi viloyatga borgan bo'lsak, obidalarni aylanib, tanishib, o'sha bir kun kech bo'ldimi, bir kun erta bo'ldimi, biza tayyorgarlik ko'rib olgan bo'ladi. Bir tomoni yaxshi. Nima kelib konkursga kelib qatnashib ketdi emas. Naborot konkursga qatnashib, dam olib, tomosha qilib, sayohat qilib, aylanib, shu bilan kelmaydi ular katta ehtimol. Qancha vaqtdan keyin kelmasa agar shu joylarga kelmaydi. Naborot o'sha paytdan foydalanib, mayli 1-2 so'm ko'proq ketar, lekin yana qaytib kelgandan ko'ra ancha ekonom bo'ladi. Bunday olib qarasa-da. Lekin bahonada tomosha qilib, aylanib, sayr qilib, dam olib, ertasiga nagrajeniyaga qatnashish qayta yaxshi. To'g'ri. Bizaga ham yaxshi. Bizaga ham yaxshi. Har ikki tomon yaxshi ekan. To'g'ri. Davom etamiz. Yosh toifasi va baholash bo'yicha ham o'zlarining fikrlarini aytishgan. Yosh toifa va baholash bo'yicha ham takliflar, yosh toifalarni kengaytirish kerak. 33-38 yosh toifasi qo'shilsa yaxshi bo'lardi va raqsni bitta ustoz baholagani yoqmadi degan fikrlar bo'lgan. Raqsda har doim muammo juri topishga. Oson emas. Ayniqsa raqs juda e'tirozga boy auditoriya bor. Bu masalani ko'rib chiqamiz. Yosh toifasini yangi tanlovga 40 yoshgacha qilyapmiz. 40 yosh, 26-40 kategoriya bo'yicha. O'rtadagi tafovut katta emas, chunki 26 yosh bilan 40 yoshda mahorat bir xil. 26 yosh o'zi talabalik payti eng zo'r payti bo'ladi. 40 yosh malakali payt bo'ladi, bir xil. Va yana men oxirgisiga fikrimni bildirmoqchiman. Raqsni bitta ustoz baholagani yoqmadi degan fikrga Qayrat Qirg'iz, o'sha xalqaro tashkilot rahbari mehmon bo'lib keldilar, lekin ular xalq artisti ekanlar. Balki kamtarlik qilib bu narsani biza oxirida bildik. O'sha xalqaro tashkilot rahbari Qayrat Qirg'iz kelganlarida endi biza juda ham katta hayajon bilan o'quvchilar bilan ovora bo'ldik, jurilar va boshqa juda kamtar inson ekanlar. Keldilar, o'quvchilarni qatnashtirdilar, jim o'tirib, eshitib, o'zlarining fikrlarini bildirib, oxirida suhbat jarayonidan keyin biz shu narsani bildik. Birinchi o'rinda ular xalq artisti ekanlar, xalq artisti. Biz hayron keyin bildik. Ular kamtarlik qilib aytmaganlar shu narsani. Va yana bir narsa, raqs, aynan mana shu haqida gapirmoqchi edim. Raqs yo'nalishi tugagandan keyin, hakamlar hay'ati tepaga chiqqanidan keyin Qayrat Qirg'iz o'zlarining fikrlarini aytib, o'sha raqs jurisiga bu bunaqa o'ynadi, bu bunaqa bo'ldi deganlarida jurimiz so'radilar. Siz ham tushunarkansiz o'sha texnikalar, nimalarni, harakatlarini deganlarida Qayrat Qirg'izda raqsdan ham stajlari bor ekan. Ha. Lekin agar bizga ertaroq aytganlarida biz bilmadik, kamtarlik qilib bizga hech narsa demadilar. Agar ertaroq aytganlarida biz ularni xalqaro o'sha hakamlar hay'ati sifatida qo'ygan bo'lardik jurilikka. Lekin estrada, endi men ko'rganlarim, estrada yo'nalishi, vokal yo'nalishi, xoreografiyada ham menimcha ozgina eshitdilar.
kamerani ko'rish kerak, eshitdilar lekin. To'g'ri o'tirib fikrlarini bildirib hakamlik qilmadilar, chunki biza ularni taklif qilolmadik, bilmagan edik ularni raqsdan xabari borliklarini, lekin o'tirib hammasini eshitdilar. O'sha o'zlari xalq artisti ashulachilik yo'nalishidan, lekin raqsdan ham stajlari bor, xabarlari bor ekan. Xudo xohlasa, balki bu xudo xohlasa bu tanlovimizda как раз международный konkurs bo'ladi va biz bemalol, menimcha ularni hakamlar hay'ati a'zoligiga qo'ysak bo'ladi. Bizga bu tajriba bo'ldi. Chunki xalqarodan kelmagan hech qachon bizga. Boshqalarga bilmadim, bizga kelmagan. Bizga aynan Qayrat Salmakev oldin menga yozgan ekan, ancha oldin. Hamkorlik taklif qilib WhatsAppdan yozgan edi. Orada Buxoroni o'tkazdik. Buxoroga kelish kerak edi. Qanaqadir sabab bilan kela olmadi, xullas. Keyin bunga o'zim taklif qildim. Hamkorlikni kelishib oldik, hammasini kelib, faqat men bilmadim, что juri bo'lsa yana ham yaxshi degan fikr bo'lmaganda menda. Shunchaki kelib tashkiliy masalada maslahatlashganmiz. Lekin hakamlik borasida hech xayolimga kelmabdi. Bilmaganmiz, qanaqa mutaxassis. Lekin gapi zo'r odam. Tajribasini biz bilan baham ko'rdi. Bizdan ham karaokelarni olishdi va ular ham juda chiroyli takliflar berdilar va biz yaxshi yangiliklar bilan xudo xohlasa bu tanlovlarimizni yana ham yangiliklarga boy qilib o'tkazishga harakat qilamiz, chunki ular o'zlarining fikrlarini aytib ketdilar. Ular ham juda ham ko'p tanlovlar o'tkazganlar xalqaro va ular o'zlarini fikrlarini aytdilar va bizdan yoqqan fikrlarni olib ketdilar. Xullas, tajriba almashish bo'ldi. Tajriba almashish bo'ldi. Ular sovg'a berdi bizga. Biz sovg'a berdik ularga. Shunaqa. Bizden Bordosh xalqimiz o'zbek elining eng mıqtı talanti bizden o'quvchilar, jana shunday qadrli bizden tug'anlar. Salomatsizlarmi? Ba'zi ishtirokchilar zalda tartib masalasini ham ko'tarishgan. Zalda shovqin bo'ldi, tomoshabinlar tartibga amal qilmadi, ijrochilarga xalaqit bo'ldi degan taklifga men javob bersam. Chunki siz zalda nima bo'lganini ko'rmadingiz. Zalda shovqin bo'ldi, tomoshabinlar tartibga amal qilmadi. Mana shu masalada savol javoblarni o'qib chiqqanimda qaysi xodimingiz noto'g'ri muomala qildi degan savollarni o'qib chiqqanda Zarnigor degan bir kishi Zarnigor degan men birdaniga bildim nima uchun Zarnigor deyishganini. Aynan mana shu masala haqida gapirmoqchiman. Aybimni tan olmoqchiman. Chunki baribir shu savolni menga berardingiz. Nima qilgan eding deb. Bu ochiq suhbat bu. Ha. Aybingni tan ol. Haysan beraman deng. To'g'ri, zalda shovqin bo'ldi, lekin butun zalni bitta odam tinchlantira olmaydi. Men juda ko'p aytaman, ba'zida qattiq gapiraman, ba'zida o'zim xijolat bo'laman, baribir mehmon boshqa viloyatlardan kelgan, lekin haqiqatdan ham tan olish kerak. Odamlar qanaqadir egoist desam hozir xafa bo'lishadi-da, lekin haqiqatdan mana bizga tanqid qilishyapti-ku, biz ham o'zimiz fikrimizni, aynan shaxsan men o'zimning fikrimni aytmoqchiman. Xafa bo'lish yo'q. Ijro paytida, ayniqsa kichkina zalda, katta zalda mayli. Raqsda shovqin qilganingiz bilinmaydi, chunki katta kolonkalarda qo'shiq qo'yilgan bo'ladi. Lekin ijro paytida, misol uchun jonli ijro paytida, ayniqsa yoki teatr yo'nalishi, cholg'u yo'nalishlarida kichkina zal, katta zalni olsak, eshik ochilib yopilaveradi. Eshik ochilib yopilaveradi. Masalan, shaxsan men ijro paytida chalg'iyman. Men o'zim ham pianino yo'nalishini tugatganman, chalaman. O'zi o'quvchi bo'lmaguncha u narsani o'sha o'qituvchilar ham o'quvchi bo'lishgan-ku qachondir. O'quvchilarda o'zi 100% hayajon bo'ladi. Eshikni taqirlatib ochib yopilishi yana ham uni vahimaga kim ekan deb bitta qarasa bo'ldi, adashib ketadi. U narsa har eshik yopilganda, har bitta ijro tugagan, shunaqa kunlarim ham bo'lgan, har bitta ijro tugaganda ovozimni baland gapirishimga majbur. Men xodim sifatida bu narsa taqiqlangan menga, buni bilaman. Hamma bilan chiroyli muomalada bo'lish kerak, buni ham bilaman. Harakat qilaman hammaga tushuntirishga, hammaga chiroyli muomala qilishga, lekin mana shu nohaqlikka chiday olmayman. Aynan masalan, o'zini o'quvchisi chalayotganda nafas ham olishmaydi. Boshqani o'quvchisi chalayotganda uje mana chalib bo'lishadi-ku. Ikkinchi ijrochi chiqdi, bular uje chiqib
ijro qilayotganda ijro qilib bo'lgan o'quvchisini olib taqirlatib eshikdan chiqib ketadi. Bu juda ham nohaqlik. O'zini o'quvchisida nafas ham olmay turishadi-da, ey xudo adashmasin, ey xudo. Lekin boshqa ijro qilayotganda bemalol eshikni ochib chiqib ketishadi. Menimcha buni ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Buni yomon tarafini o'ylamaysizlar degan umiddaman, chunki bu haqiqat, hech kimga yoqmaydi. Shuni orqasidan mana men gapirdim. Shovqin qilmanglar, hamma bir-birini hurmat qilsin, egoistlik qilmanglar. O'quvchingiz ijro qildi, qolganlarni ham hurmat qiling. Eshiting, chiqib ketmang, o'tiring. Ertaga nimaga bu Grand Prixni oldi demang. O'tirib eshiting. Iltimos, ana eshikni qulflab, ushlab turaman-ku, orqadan biladi qulflanganini. Tanlov ketayotganini biladi, lekin shu darajada qattiq tortishadi, eshik taqirlab ketadi. Juri juda ko'p qaradi mana shu masalada. Eshikning yonida o'zim turdim. Bu yoqdan o'qib turibman, mana o'zlari guvoh. Bu yoqdan men ketma-ketlik o'qib turaman. Bundan keyin bu deyman. Bitta qo'lim eshikda. Lekin buzib kirgidek bo'lishadi-da. Eshikni ochaman, asabim buziladi. Taqillatmang, ijro ketyapti. Ijro qilib bo'lgandan keyin kirmoqchiman, to'xtab turing. O'zim ochaman. Ijro qilib bo'ladi, tanaffus paytida ochaman. Shu jarayonni aytib turganimda aytdim, zamechaniya qildim, eshikni qulfladim. Jurining orqasidan bitta qizcha yugurib keldi, do'pirlab yugurib keldi, chiqaman deb. Ammo hozir sizga nima dedim? To'g'ri, men kechirim so'rayman. Chunki juda ham asabda edim. O'zi bo'lmaydi. Siz bir kishisiz, lekin xodimlar, sizlar masalan 300-400 ta ishtirokchi, lekin xodim bir kishi, to'g'rimi? Har bitta odam bilan muomala qilish qiyin, lekin aybimni tan olaman. Salgina ovozim balandroq chiqdi o'sha qizchaga. Hozir men sizga nima dedim? U qizcha yig'ladi. Bo'ldi. Keyin uni o'qituvchisi keldi. O'qituvchisi urushib ketdi to'g'risi. Ular ham shu nimaga o'quvchini hozir sahnaga chiqadi, siz kayfiyatini tushirdiz. Keyin men tushuntirdim. Xo'p, to'g'ri tushuning. Hozir aytdim, men sizga hozir aytdim, shovqin bo'lmasin deb, lekin yugurib jurining orqasidan yugurib kelyapti. Bu qanchalik to'g'ri? U yoqda tushunmovchilik bo'lgan, o'quvchisi Qoraqalpog'istondan shekilli, lekin hozir oxirida aytaman. O'zbek tilini tushunmaydi o'quvchim. Siz o'zbek tilida zamechaniya qildingiz. O'quvchim tushunmaydi. O'shaning uchun bilmadi. Xo'p, o'quvchingiz o'zbek tilini tushunmas ekan, siz tushunibsiz-ku. To'xta, chiqmay tur. Hozir shunaqa zamechaniya qildi desangiz bo'lardi-ku. Baribir sizning haqqingiz yo'q edi xafa qilishga. Hozir qanaqa sahnaga chiqadi? Men o'shani o'zida kechirim so'radim qizchadan, kayfiyati tushmasin deb. Kechirim so'rab, sizni ikkitadan keyin chiqaraman, maylimi? O'zingizga kelib oling, quchoqlab, uzr so'rab, o'qituvchisidan ham uzr so'rab, to'g'ri tushuning, asablarim mana shunaqa ko'rib turibsiz, shovqin bo'lib ketyapti. Mana sizni ham o'quvchingiz chiqib ijro qilganda, men xuddi shunaqa o'quvchingizni himoya qilib, shovqinni oldini olib turaman. deb xullas o'shani o'zida uzr so'radim, kechirim so'radim. Ikkalamiz ham qizishdik. Menimcha o'sha qiz yozganlar Zarnigor deb. Xursand bo'ladigan tarafi aynan o'sha qiz Grand Prixni oldi. Haqiqatdan ham estrada yo'nalishida kalta ko'ylakcha kiygan, juda ham chiroyli aytdi. Haqiqatdan ham juda ham zo'r aytdi. Emotsiyalar bilan Grand Prix oldi. Grand Prix oldi. Juda ham xohlavdim shu narsani. Mani deb past o'rin olishini xohlamadim. Mabodo past o'rin olib qolsa, ertaga shu ham menga muammo bo'ladi deb o'ylab, ey xudo deb turdim. Yo'q, lekin haqiqatdan juda ham zo'r aytdi va aytib bo'lgandan keyin ham chiqib tabrikladim va yana uzr so'radim. U zo'r ijro qilganini o'zini ham ko'ngli to'lib, o'qituvchisi kelib birinchi ular uzr so'radilar. Boya xafa qilgan bo'lsam kechiring. Voy, siz ham meni kechiring. Xullas dugona bo'lib oldik va Grand Prixni olganlardan keyin ham juda ham xursand bo'ldilar. Men shu aybimni tanamoqchiman. Va hammadan kechirim so'rayman mana shu uchun. Bu sen hozir eshikni oldida turganmisan shunda? Eshikning yonida turgan edim, kirmay chiqmaydim. Jurining oldida kim bordi? Jurining yonida, yo'q, jurining yonida turdim. Sen bo'lishing kerak, jurining yonida. Eshikning oldida. Mana shu masala ham qarang, shu masala ham baribir borib nagrajdeniyega taqaladi-da. Eshikning yonida ishchi xodimimiz bor edi aslida. Va estrada yo'nalishini eshitayotgan edik, lekin undan oldingi yo'nalishi, raqs yo'nalishini jurilar baholab bo'lgan edi va diplom chiqayotgan vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Va eshikning yonida turgan ishchi xodimimiz diplom taxlagani chiqib ketdi, eshik qarovsiz qolib ketdi. Shuning uchun baribir hammasi vaqtga borib taqaladi. Agar ertasi kuni bo'lsa, bizning bemalol vaqtimiz bo'ladi tanlovdan keyin o'sha juri bilan eshikning yonida mana shunaqa o'zim borib kelishimga to'g'ri kelib qoldi. Yozib qo'ymasam bo'lmaydi lekin. Yozib qo'ying. Qirg'iziston bilan xalqaro hamkorlik tanlov sifatiga qanday ta'sir qildi
degan savolimizga 89% juda ijobiy, 9% farq sezilmadi, 1% salbiy deb javob bergan. Ijobiy, yaxshi, rahmat. Ular o'zi haqiqatan 15 yillik tajribaga ega. Khayrat Salmakev. Keyin gaplashdikku va o'shanda 15 yillik tajriba bizdan anchagina tajribasi baland. Biz ulardan o'rganadigan joyimiz ko'p ekan. Yaxshi bo'ldi, kelgani, yana keladi xudo xolasa. Juda ko'p tajriba oldik. Juda ko'p. Shunaqa. Xudo xohlasa bu tanlovlarda 89% demak sezilibdi. Ishtirokchilarga sezilibdi. Xursandmiz juda ham. Xo'p, davom etamiz. O'zbekistondagi xususiy tashkilotlar orasida Art and Music Planet ijodiy loyihasini nechinchi o'ringa qo'yasiz va nima uchun degan savolimizga eng oliy, keyingisi birinchi o'rin ko'pchilik tashkilotlar sizlardan ish o'rganishi kerak degan chiroyli otsiflar bo'libdi. Bilmasam deb yozishgan. Birinchi o'rin qo'yaman, tashkilotchiligi juda yuqori akalarni. Manch. Faqat akalarnimi? San bittada ko'proq ayol kishi bo'lsa opalarni derdi. Mayli. Yaxshi. Keyingilari birinchi o'ringa, chunki men xususiy ko'rik tanlovlar ichida ilk qatnashgan tanlovim Art and Music Planet bo'lgan deb yozibdilar. 4-o'ringa qo'ygan ishtirokchimiz ham bor ekanlar. 4-o'ringa nimaga pul mukofotlariga o'zgartirish kiritish, masalan, har bir yoshda 6 milliondan ko'tarildi stavka. Har bir yoshda 6 milliondan ichida bo'lib, Grand Prix sohiblari 10 million, 1, 2, 3-o'rin olganlarga 5 milliondan 4 million, 2 million hech bo'lmasa yo'l kira, mehmonlar xarajatlarini ko'taradi, tanlov saviyasi ko'tariladi. Ijodiy loyiha direktori samimiy inson va men uchun bu loyiha eng a'losi deb yozganlar, lekin pul borasida. O'sha menimcha haligi fikr aytgan opa bo'lsa kerak. Buni aytish oson, bir chekkadan turib olib fikr berish yaxshi, rahmat-u, lekin bu qimmatlashib ketadi narxi. Judayam. Birinchi o'rinda, chunki tanlov adolatli o'tmoqda. Keyingisi birinchi o'rinda albatta har tomonlama a'lo. 3-o'ringa qo'yaman, sharoit yaxshi vaqtida boshlanishi va jurilar haqqoniy, professionalligi deb yozgan ekanlar, tugabdi fikrlari. Birinchi o'rin, men bu ijodiy loyihani tashkil qilingandan buyon ishtirok etaman. Demak, juda ko'p birinchi o'rin, eng yuqori, bilmayman, ikkinchi o'rin, birinchi o'rin. Albatta birinchi o'ringa qo'yamiz. Juda ham ko'p birinchi o'ringa qo'yganlar bor. Xo'p, birinchi o'rin chunki Art and Music Planet juda ham ajoyib loyiha va ular har xil davlatlar bilan birgalikda ish olib borishyapti. Bu juda ham ajoyib. Boshqa joyda birinchi, 3-o'ringa medal ham berilmaydi. Qatnash to'lov ham juda ham qimmat. Shuning uchun birinchi o'rin. A'lo daraja oliy o'rin, chunki farzandlarimiz o'z talant va iqtidorlarini sahnada erkin namoyon qilishyapti. Mas'uliyatli yondashganliklari uchun birinchi o'rin, eng yuqori organizatsiya uchun birinchi o'rin. Nufuzli tashkilot, lekin o'rnini aytolmayapman, sababi boshqa tashkilotlarni tanlovlarida to'liq hali ishtirok etolmadik. Birinchi o'rin sababi sizlar qilayotgan ishni hali hech qaysi xususiy tashkilotlar qilgani yo'q. Juda ham ko'p birinchi o'rin tartibli, emotsional ruhda taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Juda yoqdi. Hozircha yaxshi ish olib borishyapti. Doimiy qo'llab-quvvatlayman. Ikkinchi o'rin, birinchi o'rin. Eng faol bolajonlarga o'zgacha mehr berishlari, ularga shaxs sifatida qarashlari uchun birinchi o'rin. Juda ham ko'p birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, mana 3lar ham bor. Bizlarga bu baho juda ham katta mas'uliyat baribir. Chunki bu o'z emas. Bunda faqat men emas, butun jamoani hissasi bor. Hammaga rahmat bolalar. Hammalaringga rahmat. Sizlarni baholayapti. Hammaga rahmat fikrlari uchun. Harakat qilyapmiz. Shu bolajonlarni, ukalarimiz, singillarimizga yaxshi emotsiya berish. Bizning asosiy maqsad mana shu. Zo'r emotsiya berish, o'quvchini o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish. Beriladigan sovg'alar bu ikkinchi darajali. Ularga beriladigan baho, ularni mana shu atmosferaga olib kirish,
mana shu atmosferadan bir emotsiya olishi, hayajonni yengishi, o'zini rivojlantirishi asosiy maqsad shu. Qo'shimcha pul mukofotlari-yu, qo'shimcha sovg'alar baribir ikkinchi darajali. Chunki pul mukofoti ham ertaga pul ishlatadi, shu bilan sovg'a ham yo'q. Lekin mana bu olgan emotsiyasi, mana bu tajribasi ertaga kelajagiga asqotadi. Rahmat. Artin Music Planet jamoasi haqida fikringiz? Mana shu o'rtoqlar tayyor turinglar. Demak, hammasini o'qiyman. Yaxshi, ijobiy, yaxshi. Sizlarda tartib zo'r, yaxshi. Gap yo'q sizlarga bir og'iz so'z bilan hammasi muomalali, zo'r, juda samimiy jamoa, juda madaniyatli, bolalarga mehribon. Tashkilot rahbarlariga kattakon rahmat. Juda zo'r konkurslarni yana ko'paytiring, ayniqsa Toshkent shahrida hamma uchun qulay joy. Hammasi yaxshi, omad tilayman, juda yaxshi. Baxshichilik yo'nalishlarini qo'shinglar. Bor-ku. Barchasi super, zo'r, yaxshi, iliq. Juda xushmuomala, juda ajoyib, juda a'lo darajada o'tyapti tanlovlar. Maza qildik, ajoyib, omad yor bo'lsin. Zo'r gap yo'q, juda ajoyib jamoa. Shuhrat Mahkamov deb chiroyli stikerlar bilan birlashadi. Eng zo'r jamoa, juda yaxshi. Loyihani yo'lga qo'ygan tashkilot a'zolariga kattakon rahmat, davomli bo'lsin. Zo'r gap yo'q, ishchan, samimiy, yomon emas, gap yo'q, zo'r. Hamma hamjihatlikda ishlayapti, juda zo'r. Fikr bildirish qiyin, chunki juda ham ajoyib komanda. Yaxshi jamoa, omad va muvaffaqiyatlar tilayman. Bu tashkilot jamoalariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bardavom etsin ilohim. Juda zo'r jamoa. Juda ajoyib jamoa, hatto tanib ham qoldik barchalarini ko'p qatnashganimizdan. Bu jamoa zo'r, omad tilayman, juda zo'r. Samimiy, chestniy konkurs, juda harakatchan va har bir jamoaga e'tiborli. Baraka topishsin, zo'r ahil, juda zo'r jamoa, hammasi yaxshi, tajribali va xushmuomala, ofarin, yaxshi, udar. Bu tashkilotni juda qadrlaymiz, bolajonlarni o'ziga bo'lgan ishonchini yanada oshirishdi. Afsonaviy birinchi o'rin olishga imkoniyat berdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang. Rahmat. Zo'r. Jamoa haqida jamoaning har bitta a'zosi tashkilotda kaliti bo'ladi. Misol uchun bir kishi yo'qmi, bitta bola yo'qmi, bitta xodim yo'qmi, uni o'rni aniq bilinadi. Aniq. Chunki har bitta xodimning o'zini qiladigan ishi bor. U ishni hatto men ham qila olmasligim mumkin. Shu joyda hammani tanishtirib ketaman. Yaxshilab tanib ham qoldim degan fikr bor ekan-ki. Oxirigacha tanisinlar. Chunki shu jamoa bilan yuramiz. Administrator Xurshid Halilov. Estrada xonandalik yo'nalishi mutaxassisi, yaxshi mutaxassis, o'qituvchilik ham qiladi. Loyiha administratori. Unga yuklatilgan ish juda ham ko'p. Jurilar bilan gaplashish, jalb qilish, xullas arizalar qabul qilish, ishtirokchilar bilan gaplashish hammasi. Usiz ham ish qiyinlashadi, juda qiyinlashadi. Sadiq Kirill. Bu bola gitarist. Yaxshi mutaxassis. Yaxshi ijodkor. Loyihani eng kerakli kadrlardan biri. Ayniqsa hozir pikka chiqqan bu. Diplom sertifikatga qilasan. Diplomlar sertifikatga qilish bo'yicha uni oldiga tushadigani yo'q. Hatto meni ham urishadi. Aka, qoching, siz aralashmang. Bekorga xalaqit berasiz deydi. Xullas shunaqa deydi. Keyin San Zarnigor bilan Kirill er-xotin bular, yaxshi juftlik. Konservatoriyani tugatgan, xor yo'nalishi bo'yicha. Bu ham o'qituvchi, yaxshi mutaxassis, boshlovchimiz. Komandamiz bitta qizi. Shunaqa eng kerakli kadrlardan biri. Aslibek bor, Aslibek. Bu kishi talaba, o'qiydilar. Musiqa yo'nalishida o'qiydi. Diplomlaringizni yozib tayyorlab beradigan bola mana shu. Bu ham eng kerakli
Keyin Dilbek bor. Dilbek jiyanim bo'ladi. Nazoratchi bola, yordamchi, qanaqa ish desa yordam berishga shay. Xullas, Nurullo. Nurullo bor. Nurullo, u mobilografimiz. mobilograf rostdan yaxshi. Zo'r. Zo'r. Juda ko'pchilik aynan Nurulloni поддержка qiladi. Gitarist, u ham gitarist. Gitarist bola. O'zi bizani jamoada hamma muzikant. Siz o'zingiz ham tasviriy san'at yo'nalishida rassom. Kamolni Behzodda ketganman. 2010-yil ustozlik qilganmiz. Hozir ustozlik qilmayapmiz, lekin 10 necha yil dars berdik shu yo'nalishga. Shogirdlarimiz bor. Xudoga shukr. Xullas, komanda hammasi san'at yo'nalishi, musiqa yo'nalishi. Xabarimiz bor ish qilib. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Chunki shu sohani proyekti bo'lgandan keyin bu narsa juda ham kerak. Juda ham kerak. Shuhrat aka, nozik savol. Aha, tamom. Shuning uchun buni alohida o'qimoqchiman, hammasidan o'qib bo'lib. Jamoangizga havasim keladi. Mana shu jamoada ishlagim keladi. Sir bo'lmasa, ishga olish shartlari va ishga olasizmi degan savol kelibdi. Qiziq savol. Ishga olamiz. Endi bu ishtirokchimiz qaysi viloyatdan yozilmagani shunaqa savol kelibdi. Senga savol. Nima uchun ishlayapsan? Qanaqa jihatlar yoqadi? Umuman mana boshqalarda ham ishlagisi kelyapti. Sani umuman xodim sifatida ishlaging keladimi yoki majburan ishlaysanmi yoki qanaqa fikring? Menga juda ham yoqadi. Bu qanaqadir loyihaga nima qilish emas. Juda ham yoqadi, xullas ta'riflash ojiz. Gap finansiviy jihatda emas. Men buni juda ham ko'p aytganman. Mablag' oylik olish uchun emas. Xudoga shukr, mana ishlaymiz, hammamiz davlat ishini, hammamiz o'zimizni mablag' jihatidan topadigan joyimiz bor. Gap finansiviy jihatida emas. Viloyatlarga borish. Endi mayli dunyo kezish emas, Xudo xohlasa dunyo ham kezishimizga ishonaman. Hozir O'zbekiston aro yurimiz, viloyatlar aro. Endi biz student bo'lganmiz, maktabda o'qiganmiz, lekin O'zbekistonni 12 ta viloyatini ko'rmaganman. Lekin mana shu proyekt orqali men Buxoroni ko'rdim. Men Namanganni ko'rdim. Men Namanganda bo'lmaganman, Buxoroda bo'lmaganman. Samarqandga borganmiz endi studentchilikda, lekin odamlari bilan mana bir hafta, misol uchun ishtirokchilar 2 kun, 3 kun qatnashib ketadi, lekin biz konkursdan, tanlovdan 2 kun oldin borib, 2 kun keyin kelamiz. Deylik bir 7 kun, bir hafta qolamiz va ishtirokchilar bilan o'sha viloyatda obidalari bilan, odamlari bilan tanishib, bu juda ham boshqacha emotsiya bu. Har xil viloyatlarni ko'rish, Xudo xohlasa, международный qildik, balki dunyo ham kezamiz, chiqamiz. O'zbekistondan chiqsak, menga mana shu narsa juda ham yoqadi. Menimcha hammaga yoqsa kerak. Charchoq bilinmaydi, lekin to'g'ri, osondek ko'rinadi, lekin uxlamay mana tanlov tugagandan keyin ayniqsa nagраждение ertasi kuni bo'ladigan kuni mana tanlov tugadi, hamma ketadi uyiga, dam oladi, aylanishlarga chiqadi. Soat 3 gacha, 4 gacha endi meni jo'natib yuborasizlar-ku, bordamini olib turdim, lekin o'zingiz mana boshqa o'g'il bolalar jamoalari 4 gacha, 5 gacha o'tirib diplom qilishlari bu charchoq, lekin arziydi. Erta biza ham o'sha obidalarni aylanganimiz, emotsiyalar, bu hammasi xotira. Juda ko'pchilik havas bilan qaraydi, yozishadi ham, mazza, dunyo kezasiz. Shuning uchun qaysi viloyatda bo'lsa, shansni qo'ldan boy bermay, mayli o'rin uchun emas, shu bahona O'zbekistonni aylanish ham bu juda ham
o'sha studentlik paytimiz, o'quvchilik paytimiz borolmaganmiz. Chunki o'sha biz yosh bo'lganmiz, transport muammosi bo'lgan, finansiy jihatdan, lekin hozir Xudoga shukr, Afrosiyoblar, samolyotlar, taksilar hozir sharoitimiz bor. Va shu bahona o'qituvchilarimiz ham aylanib kelsa, o'quvchilarda chiroyli emotsiyalar qolsa, bu nafaqat bizga mazza, bu sizlarga ham zo'r imkoniyat. Tanlovdan tashqari viloyatlarni aylanib kelish juda ham chiroyli imkoniyat. Zo'r reklama bor. Rostdan ichimdagi gaplarda bu juda ham. Agar to'g'risini aytaman, o'zim xo'rjirjoylik yo'nalishida o'quvchilarim bor va har safar injiqlanishadi o'quvchilarim, kichkina bolachalar injiqlanishadi. Mana shuncha odam boradi, bizani olib bormaysiz, bizani. Afsuski menga taqiqlangan, chunki mana shu loyihada ishlaganim uchun o'quvchilarim olib bora olmayman, chunki ularni qarab turish, xor jamoasi bo'lgandan keyin kamida 20 ta 18 ta odam boradi. Kichkina bolachalarni olib borish qiyin, lekin ular ham juda ham xohlaydi. Agar ishlamagan taqdirimda ham men bitta ham konkursingizni qoldirmasdan olib borgan bo'lardim. O'quvchilarga emotsiya, o'zim bahonada aylanib kelardim. Shunaqa. Ishdan bo'shading, o'quvchilar bor. Kakras hozir ishga kiraman degan kim bo'lsa shuni olasiz o'rnimga. Yo'q, ishga kirish uchun nima deydi? Xullas, jamoaga samimiy odam kerak. Samimiy, ichi toza odam kerak. Nimagaki fitna chiqmaslik kerak. Jamoa ichkarida. Misol uchun, seni menga yomonlamaslik kerak. Meni bunga yomonlamaslik kerak. Bu ichkaridan yemiriladi. Xushmuomala bo'lish kerak. Albatta san'at, musiqa vakili bo'lish kerak. Endi misol uchun hozir biz ishga olavermaymiz. Bunga imkoniyatimiz ham yo'q, lekin tanlov jarayonida bizga xodim kerak bo'ladi. O'sha paytda ham deylik o'zini jiddiy tutadigan, xushmuomala bo'ladigan, tanlov jarayonida nima muammo bo'lsa hal qilib bera oladigan bo'lish kerak-da. Mana hozirgi ishtirokchilarni fikrlarini ko'ryapsan-ku. Hammasi xushmuomala, samimiy, mana shunaqa bo'lish kerak. Ajoyib savol, o'rtoqlar, eshitamiz. Art in Music Planet ijodiy loyihasida siz hurmat qiladigan inson kim? Ketdik. Shuhrat Mahkamov. Hamma, Shuhrat aka, barchasini hurmat qilaman. Hammalaringizni hurmat qilaman. Jamshid aka, juri. Jamshid aka, yaxshi odam. Yaxshi odam. O'zimizni xodimga o'xshab qoldi yo. Loyiha direktori Shuhratjon. Tashkiliy qism tashkilotchilarni Mahkamov Shuhrat Farhodovich va butun jamoa, hamma mehnati singan insonlar, barchalarni o'z o'rni va o'z ishlari bo'yicha hurmat qilaman. Boshliqlaringiz, hamma ijodkorlar, albatta direktori, hammasini hurmat qilaman, rahmat. Menimcha bular barchalarini o'z o'rni va hurmati bor. Menga jamoadagi barcha xodimlarni juda hurmat qilaman. Zarnigor opa deb yozibdilar. Rahmat. Hammalari Shuhrat Mahkamov, barchalarini yana Zarnigor opa deb yozibdilar. Ishlayapsan-da? Tanimayman-u, raqs tarafdagi kirg'izib turgan odam yaxshi organizator ekan. Mana shu safar raqs tarafda kirg'izib turgan kim edi? Dilbek sizmi deysiz? Yangi. Asilbek. Kim? Asilbek. Kim? Asilbek. Asilbek. Bitta-da. Bitta. U men ukam bo'ladi. Shu joyga keltirib qo'yaman. Xo'p. Hammalari hurmatga loyiq. Tanimayman. Hamma, albatta Shuhrat Mahkamov. Hammani, Shuhrat aka, ismlarini bilmadim-u, lekin hammasi bir-biridan yaxshi. Hammani hurmat qilaman, hammani o'zini o'rni bor. Shuhrat aka, barchalarini o'rni va vazifasi bilan birdek hurmat qilaman. Shuhrat ustoz, juri va organizatori, albatta Shuhrat Farhodovich, loyiha boshlig'i va yordamchisi. Ismlarini bilmas ekanman. Xurshid aka. Barcha xodimlar, ayniqsa Shuhrat Mahkamov, Shuhrat aka va qolganlar ham, Shavkat aka. Shavkat aka menga o'xshab adashtilar shekilli. Shuhrat akani Shavkat aka, men Shuhrat aka bilan Xurshid akani adashtiraman doim. Aytmaymiz, familiyasida adashib ketganim. Familiya adashib ketgan bu qiz.
Samarqandni taqdirlash marosimida Mahkamov Shuhrat Farhodovich deyman deb Mahmudov Shuhrat Farhodovich deganman. Diqqat qilamiz, so'z navbatida O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi, pedagog, rassom hamda Art Music Planet loyihasi bosh direktori Mahmudov Shuhrat Farhodovichga beramiz, marhamat. Shundan bo'lyapti. Shundan bo'lyapti. Juri Jamshid aka, Shuhrat aka, tashkilotchilar, albatta tashkilotchilar, Mahkamov Shuhrat, Shuhrat Mahkamov va uning jamoasi, barcha jamoa, ularni boshqaruvchi Mahkamov Shuhrat Farhodovichga tashakkur. Mahkamov Shuhrat Farhodovich, menimcha 60% siz egalladingiz. Yo'q, bu hammani rahmat bo'ldi. Rahmat. Rahmat senga ham. Hammaga rahmat. Bu katta baho bu. Katta mas'uliyat ham. Bundan faqatgina shu anavni mana bu darajani, ya'ni bu daraja deganim proyekt o'sish darajasini aytmayapman. Jamoani o'zini mana shu darajada ushlab turish kerak. Xushmuomalami, samimiymi, shuni ushlab turish kerak. Chunki bittada tushib ketish mumkin. Har qanaqa vaziyat. Shuhrat aka, shu savol o'zingizga ham. Siz uchun jamoadagi eng yaxshi xodim kim? Hamma. Mana hamma o'tiribdi, bittani tanlang. Bitta odamni tanlaysiz. Hamma. Yo'q. Bittasini tanlashingiz kerak-da. Kim? Endi mana kategoriya bo'yicha hammani o'rni bor. Keling 1, 2, 3-o'rin deb belgilaymiz. Eng yaxshimi? Yo'q, to'g'ri, hamma yaxshi bo'lishi mumkin. Eng nima desam, nagruzkasi ko'p deymizmi yoki mehnati singan deymizmi? Hammani mehnati singan, qara. Unda nima qilamiz? Xurshidda administratorda nagruzka ko'proq, chunki har bitta odam bilan ishlab, har bitta odamning savoliga javob beradi. Bu asabiy bo'lib qoladi bu. Rostdan asab bo'lib qolgan bola. Hamma bilan bir xil muomala qilish mumkin, lekin ichkarida bilasan asabiyroq. Sanda ham shunaqa. Men uchun eng yaxshi Kiril bu. Kiril. Nima uchunki oxirgi paytda o'sha universalligi bilan, bosiqligi bilan, o'sha o'zini ishini shunaqa qilyapti hozir, gap yo'q. Kerak, agar mabodo sen bo'lmasang, ishimiz ancha og'irlashadi. Boshqalar ham yaxshi, hammani o'zini o'rni bor. Eng yaxshi deganda aytdimki, darajada asabam qilmaydi, bu turaveradi. Mana shu jihat yaxshiroq. Davom etamiz. Agar siz loyiha rahbari bo'lganingizda eng birinchi nimani o'zgartirgan bo'lar edingiz degan ajoyib savol qo'yilgan. Ko'pchilik ishtirokchilarimiz hech narsani o'zgartirmasdim, hammasi joyida deb yozishgan. Demak, yoqyapti. Ko'pchilikka ma'qul. Ba'zi ishtirokchilar mukofot va sovg'alarni oshirishni taklif qilishgan. Bu baribir moliyaviy tomonga taqaladi. Har bitta xarajatli narsa badal to'loviga ta'sir qiladi. Ayrim ishtirokchilar badal pulni kamaytirish haqida ham yozishgan. Bu sifatga ta'sir qiladi. Xalqaro hamkorlik hududlariga chiqish va yo'nalishlarni ko'paytirish bo'yicha ham takliflar bo'lgan. Yo'nalishlar deganda biza New Stars Tashkent tanloviga ikkita yo'nalish qo'shdik. Dizayn bilan askiyachilikni qo'shdik. Qara, mana shu joyga bitta narsa aytaman. Ertaga 28-yanvar kuni Madaniyat vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan mukofotda bizni tanlovdan qatnashib Grand Prix olgan o'quvchilar ana shu milliy mukofot tadbirda qatnashyapti. Askiyachilik bo'yicha. Mana buni o'sha bizani tanlovga juri bo'lgan Farruh aka jalb qilyapti. Telefon qilishdi. Shularni jalb qilib beringlar bizaga deb. Telefon qildi. Xullas, mana shu bugungi kunlarga repetitsiya 28-kuni mana shuni o'zimiz ham ko'ramiz, xudo xolasa. Bu biz uchun yaxshi natija. Ya'ni biz demak qanaqadir
foydasi bo'lyapti san'atni rivojiga. Juda ham xursandman bundan. Zo'r. Demak, xalqaro tanlovlarni boshqa davlatda ham tashkil qilardim. Xudo xolasa chiqamiz. Yangi hamkorlarni ko'paytirardim, chet el hamkorlari bilan. Yangi tanlovda Turkiya ham qo'shildi. Rostdan. Ha, Surku. Turkiya qo'shildi. Har bir viloyatda navbat bilan o'tkazardim. Shunaqa plandamiz. Loyiha rahbari bo'lish oson emas, shuning uchun ularga e'tiroz bildira olmayman. Qattiqqo'lroq bo'lardim, hammani ko'ngliga qarab bo'lmaydi deb yozishibdi. Yaxshi. Bu o'sha mana bu o'rin ololmaganlar yoki norozilarni to'g'ri biz ham yana ham qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. U odamlarda ham salgina iltimos qilardik. Mana shu joyda unaqa tortishmasin. Ya hurmat qilamiz albatta, lekin baho bekorga berilmayapti. Biz bermayapmiz, hakamlar hay'ati beryapti-ku. Shunga ham hakamlar hay'ati professorlar, dotsentlar, xullas yaxshi mutaxassislar hammasi. Tanlovlarni ko'paytirgan bo'lardim. Yaxshi, ko'paytirishimiz kerak. Hamma ishchilarga bir xil kostyum shim tiktirar edim. Tamom. Qachon tiktirib berasiz mana? Tamom. Mana. Bo'ldi, bahorda. Rahbari bo'lishni qalamayman. O'sha rahbarda qalishi menimcha rahbar bo'lishni xohlamayman. O'sha rahbar bo'lishini xohlayman. Rahbar bo'lganingizda degan savol-ku bu. Rahbar bo'lishni xohlamayman, o'sha siz bo'lganingiz ma'qul deb bilaman. Menimcha bular qoraqalpoqlik. Xuddi shunday qilardim. Hozir sizni taktikangiz hammasi yaxshi, hozirgidek o'zgarishlarsiz. Grand Prix sonini ko'paytirardim va u oz-muncha bo'lsa ham pulli sertifikatlar qo'yardim degan. Yana finansiyaga borib taqaladi-da. Sizlardan boshqalar ish o'rganish kerak deb yozibdilar. Ko'proq maktablar bilan hamkorlik qilish kerak. Maktablar bilan. Hech narsa ayttiradi. Tanlovni 3 kun qilardim. Kakras. Shunaqa qilmoqchi edik. Shunaqa qilmoqchimiz. O'quvchilarga sovg'ani o'zgartirardim. Sovg'a har safar har xil bo'lyapti-ku. Bu sovg'aga e'tibor bermaslik kerak aslida. Aytding, sovg'a tarqatish marosimi emas bu. Chunki o'zlari aytishdi, bundan ham qimmat tanlov va umuman sovg'a berishmadi degan nimalar ham bo'ldi-ku. Hamma tashkilot menimcha sovg'a bermasa kerak o'zi. Biza misol uchun qimmat sovg'a olishimiz uchun shundoq ham yomon sovg'a bo'lmadi, naushnik normalniy bo'ldi. Men har safar har xil qilishga harakat qilyapmiz. O'sha menimcha ota-onami deyman-da. Chunki ota-ona to'g'ri o'sha finansiy tomondan ko'tarishadi. Zo'r sovg'a bo'lishini tushuntirishimiz kerak ota-onalarga. Sovg'a bu qo'shimcha rag'batlantirish. Aslida ularni olayotgan o'rni. O'sha bilan ko'proq qiziqish kerak. Nima uchun 3-o'rinni oldi? Demak, o'qishida qanaqadir kamchilik bor. Ko'proq shug'ullanish kerak. Shu narsalarni ko'rish kerak, naborot. Sovg'ani o'zlari olib bersa bo'ladi. Bunaqa narsa yo'q. Loyiha rahbari bo'lib ko'ray, keyin aytaman debdilar. Xudo xohlasa. Men san'at sohasida emasman, kasbim hisobchi, hamma o'z sohasini yaxshi tushunadi. Mahkam Shuhratjonga omad va tashkil qilingan loyiha uchun katta rahmat. Zamon yangilanish sari olg'a deb yozibdilar. Men buni o'ylab ham ko'rmaganman deb yozibdilar. Hech narsa, chunki всё на высшем уровне deb yozganlar. Shu galgidek bir kunda ma'lum yo'nalishlarda konkurs bo'lib, taqdimoti ham shu kunda bo'lib o'tsa, qatnashchilarga ancha yengillik bo'lar ekan. Tushunarli, endi bu shu boya aytganimizdek bir boryapti-da. Naborat o'sha aylanib sayohat qilib, ko'rib, bitta shaharni ko'rish, bitta kitob o'qish bilan barobar deyishadi. Chunki o'rganadi, ko'radi. Shuning uchun bu bizga sal nagorska bo'lyapti. Ko'pchilikka ham nagorska. Tanlov nominatsiya yosh toifalarni kengaytirgan bo'lar edim. Ustozlariga sovg'a berar edim. Xalqaro tanlovlar tajribasini ko'proq kuzatib, tanlov jarayonlari, talablari qandayligini, ishtirokchilarning o'rinlar borasida ko'paytirgan holda yana ham auditoriyasini kengaytirgan bo'lar edim. Xalqaro tanlovlarning tajribasidan o'rganishimiz kerak. Bu juda muhim. Juda ham muhim.
Vazirlik ro'yxatidagi konkurslarni o'zlashtirardim. Hamkorlik, marhabo talantlar kabi sababi o'qituvchilar uchun ko'proq foydasi bor, chunki vazirlik ro'yxatidan tashqari ko'rik tanlovlarda imtiyoz berish uchun tan olishmaydi. O'zlashtirish degan narsa yo'q. Chunki marhabo talantlar tanlovi bu prezident qarori bilan tasdiqlangan va xususiy tanlov tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazilishi belgilangan. Shuning uchun biz bilan ham hamkorlik qilib o'tkazib berdik. Unda ma'lum tanlovlar bor, ko'p emas, 5 ta. Nogironlik bo'lgan shaxslar o'rtasida Kiril, Asr bilan borib o'tkazib keldik. Kichikroq tanlov edi. U ham bor edi o'sha prezident qarorida. Hammasi zo'r. Tanlovda ishtirok etish to'lovni biroz pasaytirishini, o'quvchilarga yo'l haqqi, turar joy, ovqatlanish uchun xarajatlar og'irlik qilyapti. Rahbar bo'lishni xohlamayman deb yozishdi. Sovg'ani nima qilsak, sovg'a masalasi. Sovg'a ham 60 ming, 70 ming, ayrim payt 80 mingga tushadi. Biz sovg'ani olib tashlab 350, 340, 330 ming qilishimiz mumkin. Sovg'a berilmaydi, lekin o'sha vznos pasayadi va sovg'a berilmaydi. Lekin sovg'a bilan baribir emotsiya bo'lyapti-da, biz shunaqa, o'quvchi o'rin ololmaganda faqat diplom bilan ketmasin. Misol uchun keladi, ketadi, shuncha xarajat ichiga pul ko'rinmaydi. Ko'proq Grand Prix berardim. Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quvchilarni jalb qilish uchun targ'ibot ishlarini olib borardim. Grand Prix kuboklarni ko'paytirib, yaxshi ijro etganlarga har jamoadan 2 tasiga berardim. Yaxshi. Kubok haqida gapirganlar. Men o'quvchilarni jalb qilish uchun tanlovga qatnashish uchun badal beriladi-yu, o'shani 50% qisqartirar edim. Masalan, 400 ming so'm bo'lsa, 200 ming qilar edim. Sifat tushib ketadi, juda. Na adolat qoladi, na emotsiya qoladi. Adolat qolmaydi deganim, biza Toshkentdan, konservatoriyadan, Botir Zokirov o'sha institutdan, yuqori tepadan o'sha yaxshi mutaxassislarni, professorlarni olib kela olmaymiz. O'sha viloyatni o'zidan olamiz. Shu bilan adolatsizlik ketdi. Adolatsizlik o'sha viloyatni maktablari ilib ketib qoladi. Xo'p, davom etamiz. Sizga noto'g'ri muomala qilgan xodim bo'ldimi? U kim edi? Hammasi xushmuomala, ajoyib jamoa. Menga hech qaysi xodim noto'g'ri muomala qilmadi. Ko'p marta qatnashdim, lekin har doim juda yaxshi muomalada bo'lishdi. Hech birlari, hammalarining muomalasi juda ajoyib, hammasi yaxshi. Yo'q. Yo'q. Qanday bo'lish kerak? Zarnigor deb yozilgan. Uni boya aytdim-ku sizga sababini. Bitta Zarnigor deb yozilgan edi, shuni aytmadim. Chunki boya sababini aytdim sizga. Bor Zarnigor deb yozilgan. Sababini chopaman agar. Sababini tushuntirdim va kechirim so'radim. Bo'pti. Loyiha haqida umumiy fikrlaringiz va takliflaringiz. Ishlaringizga omad, zo'r loyiha kutib qolamiz yana. Charchamanglar, fikrim ijobiy. Taklifim televideniya ham bo'lishi. Televideniya to'g'ri aytdilar. Yana boshqa davlatlar bilan hamkorlik bo'lsin, juda ham zo'r. Ajoyib loyiha, barcha tashabbuskor tanlovlarni jonlantirgan jamoa hamkasblarimizga tashakkur. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Juda yaxshi o'ylangan loyiha o'qituvchilarni o'ziga ishonchini, iqtidorni ko'rsata oladigan eng zo'r loyiha deb hisoblayman. Bu tashkilot a'zolariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Umumiy yaxshi, hamma zo'r emas. Sababi tepada aytganimdek, sovg'a va diplomlar sifati yuqori darajada bo'lishi kerak. Chunki xalqlararo konkurs. Xalqaro tanlovlar bilan ishlayman. Lekin sovg'a masalasini hech qaysi tanlov sovg'a bermaydi. Berganmi? Men bilmagan sizlar borgan tanlov bor? Yo'q. Men o'zim ham tanlovlarga qatnashganman, yo'q. Diplom beriladi, medal ham berilmaydi. Hatto diplom faqat qaysi tashkilotni aytmayman. Yaqinda Toshkentga keldi, chetdan keldi. To'g'ri, ancha obro'si, balki saviyasi kattadir, yaxshidir. Lekin biznos 110 yoki 120 euro to'lov badali. Euro. Plus bitta medali yana pul. 15 euro. Medal uchun alohida to'lov. Ajoyib. Zo'rmi? Mazza. Menga aytishdi. Tanish bolalar, shunaqa bo'ldi, shunaqa nima deysiz deyishdi. O'zim fikrimni aytdim. Mana shu joyda chetdan kelsa
har qancha qimmat bo'lmasin qatnashadi. Hech qanaqa e'tirozsiz, hech qanaqa janjalsiz, janjal qila olmaydi ham. Va hurmatsizlik uchun aytmayapman. Umuman jarayoni shunaqa. Lekin narxi ancha arzon. Chunki chetdan kelayotganlar, masalan, Yevropadan keldinglar. Yevropada daromad manbai o'zi baland. Deylik, o'rtacha $2000 bitta o'qituvchi olsin Yevropaga yoki $1,500 olsin. U yerda hamma shunaqa topadi deylik. Tashkilotlar ham shunaqa. Mana bu yoqqa kelib 400 ming so'm, 500 ming so'mga tanlov o'tkaza olmaydi. Ularda shunaqa daromad bo'lgandan keyin bizga unaqa o'tkaza olmaydi. Biz o'zimiz mana shunaqa vaziyatda, shunaqa sharoitda, shunaqa joyda o'sganimiz uchun o'zimizdan kelib chiqib narx qo'yganmiz. Biz ham misol uchun 500 ming, 400 ming bilan chetga borib tanlov qila olmaymiz. Chunki ularda arenda qimmat, boshqa narsalar qimmat turadi. Mana bu moliyaviy tomoni qiynaydi. Ularni deylik chetdan kelayotgan tashkilot dardi ham qolgani yo'q O'zbekistondagi sharoitdan. Ishi ham qolgani yo'q. Kim qancha topyapti? O'qituvchilar necha pul olayotgan? Misol uchun 4 million, 5 million, 3 million, 2,5 million olayotgandan xabari yo'q, dardi ham qolgani yo'q. Men ularga g'araz uchun aytmayapman. Mana bu e'tirozlardan kelib chiqib aytyapman. Chetdan keladi. To'g'ri, Qozog'iston yaxshi narx bilan keladi. O'zimiz sharoitdan kelib chiqib narx qo'yadi, yaxshi ular. Lekin Yevropadan kelayotgan tashkilotlarni narxini aytdim. 110-120 euro plus medal ham pul. Ha, bizda tashkilotlar shundoq ham medal shundoq beradi o'sha narxning ichida. Imkon qadar adolatli o'tkazib beradi. Sovg'alar bilan beryapti. Tushunasizmi? Mana shunaqa o'zimizda shunaqa sharoitdan kelib chiqib narx qo'yasan, baribir qimmat deydi. Lekin chetdan kelganda san bilan hech kim ishi ham yo'q, e'tiroz ham bildira olmaysan. San bilan ularni dardi ham qo'ygani yo'q, ishi ham yo'q. Qancha topasan, 2,5 million oylik olasanmi, 3 million oylik olasan, farqi yo'q. O'zlarini sloviyasini qo'yadi ketadi. Hammasi iliq fikrlar deyarli. Juda yaxshi o'ylangan loyiha. O'qituvchini o'ziga ishonchini, iqtidorni ko'rsata oladigan eng zo'r loyiha deb hisoblayman. Tanlov har bir viloyat markazida o'tkazilsa yaxshi bo'lardi. Shunda biz butun O'zbekiston bo'ylab sayohat qilardik. Xudo xolasa. Bu safargi tanlov Xorazm viloyatida bo'lishini xohlardim deb yozibdi. Tak, Xorazmga bordim. Lekin boshqa tashkilot o'tkazmoqchi bo'lgan ekan. Shunday bo'lsa ham joylarni ko'rdim, o'rgandim, Xivaga bordim, aylandim. Urganchga bordingiz, chugurma olib keldingiz. Men Chugurmalar qani bering, men kiyib olaman. chugurma emas bu. Chugurma deydi shuni. Yo'q, men senga aytaman. Chugurma deb anaqa qimillaydiganini. Uzun-uzunlar. Buni sallaka deyilgan. Sallaka. Shunday. Bordik, keldik. Ko'rib keldingiz. Qalay? Bordik. Xorazmga borganliklarini isboti bu. Ya bordim, xullas. Yaxshimi, yarashdimi? Sochga o'xshab turibdi-ku. Ko'pchilik shunaqa deyapti. Bu qo'y dengidan qilingan ekan. Odamlar ham yaxshi ekan. Xullas, boshqa tashkilot o'tkazmoqchi ekan. Shuning uchun biz lokatsiyani o'zgartirdik. Garchi o'tgan yili Buxoroda tanlov qilgan bo'lsak ham, Sharq gavhari tanlovini ikkinchi mavsumini Buxoroda qilish planlashtiryapmiz. Nima uchun Buxoroda? O'tgan yili juda chiroyli o'tkazdik. Buxoro yaxshi odamlar ekan, xullas. Odamlari yaxshi. Yaxshi. Hamma joydan odam yaxshi. Ular bizdan ko'ra ko'proq sharoit qilib berdi. Buxoro shahar birinchi son musiqa maktab kollektivi, direktori Gulchira opa juda ajoyib opa bizni kutgandan ham ko'ra yaxshi sharoit qilib berdilar. Shuning uchun Sharq gavhari tanlovi Samarqandda o'tkazilgandi. Sharq gavhari ikkinchi, buni xalqaro qilyapmiz. Ikkinchi xalqaro tanlovini
Buxoroda xudo xohlasa kattaroq qilib o'tkazamiz. Bu 2 turlik bo'ladi. 2 turlik tanlov va birinchi turdan o'tgan ishtirokchilar uchun ikkinchi turda boshqacharoq, qiyinroq va taqdirlashi ham yanada chiroyliroq bo'ladi, xudo xohlasa. Men yana qayta borgan bo'lardim. Buxoroga Ha. birga boramiz. Xudo xohlasa. Jamoa bilan 2 moshin Aha. zo'r qilib o'tkazib kelamiz, xudo xohlasa. Shunaqa gaplar, mana savol javoblar ham tugadi. Bo'ldi. Hammasini o'qimadim, yaxshi fikrlarni o'qimadim, to'g'risi. Yana juda zo'r, a'lo, rahmat degan fikrlar juda ham ko'p bo'lgan. Har bittasini o'qimadim. Asosan takliflar, kamchiliklarni menimcha hammasini o'qidik, hammasini. Qanaqa Taassurotlarimmi? taassurotlar? Oldingidan yaxshi. O'tgan safar o'tgan safarga ham qancha bo'ldi? Podkast qilganimizda 1 yil bo'ldi. 1 yil oldin judayam qo'rqinchli, judayam ko'p, deyarli 70% negativ edi. Lekin demak o'sibmiz. Hozir 70% pozitiv fikrlar, 30% kamchiliklar. Unda ham hech kim norozi bo'lmagan, shunchaki takliflar kiritilgan. O'sha ayniqsa mana boshliq bo'lganingizda nimalar qilgan, hamma o'zini taklifini ichidan biza xulosa qiladiganimiz, fikrlarni mana yozib oldingiz. Yaxshi? Meni fikrim ajoyib. Nima qilish mumkin mana keyingi tanlovga qanaqa o'zgartirish kiritaylik, misol uchun san? Birinchi o'rinda nagраждениyani bundan keyingi konkursimiz Buxoroda bo'ladi-ku, to'g'rimi? Baribir ishtirokchilar aylanadi. Mayli o'tgan safar kelgan bo'lsa ham, bu safar demak boshqa o'quvchisini olib keladi va baribir o'sha o'quvchisiga emotsiya bo'lish uchun baribir obidalarini aylantiradi, bozorlariga borishadi. Juda ham chiroyli joylari ko'p. O'zimiz ham konkursdan bir kun qolib tuyalarga minganimiz bu juda ham zo'r emotsiya edi. Shuning uchun bu konkursni ko'proq bo'lishini xohlayman. Ya'ni kuni cho'zilgan va nagражденияsi alohida bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi hamma ishchilarimizga. Gala konsert bo'lsin. Baribir gala konsert o'sha taqdirlash marosimini toji deb hisoblayman-da. Ani beradi, emotsiyani beradi, yozib qo'ying katta qilib. Gala konsert deb. Chunki juda ham zo'r. O'tgan yil gala konsert qilganmisan? Buxoroda, Buxoroda, Samarqandda raqs qoraqalpoqlik bolalar kelgan edi va zo'r. Uni misol uchun raqs yo'nalishini ko'rmaydi-ku. Masalan, men chalg'uvchiman, pianino chalaman. Men boshqa xonada pianino chaldim, lekin ko'rgim keladi raqs nima bo'pti ekan deb. To'g'risi, xodim bo'lsak ham ba'zida talashib qolamiz biza. Men raqsda o'tiraman jorining yonida, voy, men o'tiraman. Harakat qilaman raqsda o'tirish, chunki baribir qiziq. O'sha yo'nalishda bo'lmasam ham tushunmayman, harakatlari, o'rin berishga haqqim ham yo'q. Tushunmayman, lekin tomosha qilish uchun ko'z quvnaydi. Bir xil kiyimli qizchalar, ayniqsa Qoraqalpoqdan yigitlarimiz kelganda yondiruvdi sahnani boshqacha. O'sha narsani qolganlar ham ko'rishini xohlayman. O'sha jamoa bilan chiqqanini, boshqa viloyatdan kelganlar, o'sha narsani baribir men taklifim shu gala konsert bo'lsin. Nagраждение boshqa kunda bo'lsin. Tamam. Ha. O'zi hozir 2 turli bo'ladigan bo'lsa, birinchi turga qatnashadi. O'sha kun o'zida nagраждение bo'ladi baribir. Birinchi turniki faqat. Birinchi turniki. Chunki ularni ko'p kutira olmaymiz. Birinchi turdan o'ta olmaganlar qaytish mumkin bemalol. Yoki ertasiga aylanib qaytish mumkin, farqi yo'q. Ikkinchi turga o'tganlar ikkinchi turga vaqtigacha tayyorgarlik ko'rishga vaqti bo'ladi. Ikkinchi asar. Birinchi turdan faqat birinchi o'rin olganlar ikkinchi turga o'tadi. Ikkinchi turda birinchi o'rin olganlar qayta boshqa asar bilan bellashadi. O'shanda ikkinchi turga qatnashgan ishtirokchilar gala konsert bilan boshqa kunda katta sahnada, xudo xolasa. 2 turlik hali menimcha birinchi saqlayapmiz. Xudo xohlasa. Bu katta mas'uliyat, juda katta mas'uliyat. Risk bo'lyapti. Shunaqa? Shu savollarimiz, takliflarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammalaringizga takliflar uchun. E'tirozlar uchun ham e'tirozda ham yozdik, taklifda ham yozdik. O'zimizga, sharoitimizga, qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan olamiz. Bor ichida hammaga rahmat. Sizlarning fikrlaring, bizga bo'lgan e'tibor, loyihamizga bo'lgan hurmat. Biz ham sizni hurmat qilamiz. Hammalaringizni hurmat qilamiz.
Xudo xohlasa yangi tanlovda kutamiz. Barchaga rahmat. Xudo xohlasa keyingi tanlovlarda ko'rishguncha. Xayr. Sog' bo'linglar.